Qish kelyapti, qish, sovuq kunlar kelmoqda, qishga tayyorgarlik boshlanadi. Shoshilinch! Endi ko'mirni yangi tartibda sotib olasiz. 600 ming so'mgacha pul beriladi. O'zbekistonda ko'mir sotib olish tartibida muhim o'zgarish. Endilikda fuqarolar ko'mirni yangi elektron tizim orqali buyurtma qilishlari mumkin. Maxsus portal orqali ko'mir omborlari, narxlari va mavjud mahsulotlar haqida ma'lumot olish imkoniyati yaratiladi. Fuqarolar o'ziga qulay bo'lgan omborni tanlab, ko'mirni uyiga yetkazib berishni buyurtma qilishi yoki ombordan o'zi olib ketishi mumkin. Eng muhim yangilik, ayrim oilalarga ko'mir xaridi uchun kompensatsiya beriladi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun har bir tonna ko'mirga 300 ming so'mdan, 1 yil davomida esa jami 600 ming so'mgacha kompensatsiya ajratilishi belgilangan. Buning uchun ko'mir xaridi yangi elektron tizim orqali rasmiy tarzda amalga oshirilishi kerak. Bu yangilik haqida siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring va videoni yaqinlaringizga ham tarqating.